Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport channaliqtara videoni bosamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi janaliqlar teqqana bizda bo'ladi. Yenilmagan meksikalik bokschi Golovkinni jekpa-jekka chaqirdi. Tanimali meksikalik bokschi Jaime Munguia o'z otandasi argentinalik Gonzalo Correa'ni jenggandan keyin Qozog'istonlik Gennadiy Golovkinni jekpa-jekka chaqirdi deb yozadi. Meksika yerinde o'tgan ayqasida Munguia qarshilarini 3-raundda jengdi. Negizi o'siz jengishdan keyin Hol Janibek Alimxano'g'li bilan kelasi qarshilash atanuga umidkor bo'ldi. Alayda Munguia Alimxano'g'li emas, Golovkin bilan кездесуде niyatda ekanini aytdi. "Ya biz Jermar Charlo bilan кездесуде uyumdashtira olmadik, biroq Gennadiy Golovkin bilan uyumdashtiruga bo'ladi. Men uni jekpa-jekka chaqiraman. Ma'murda joliqqancha Golovkin deb keltiradi Munguia so'zini boxking.com portali. To'xtayalar emasman, Tyson Fury kutmagan ma'lumotnoma jasadi. Asa og'ir salmoqda WBS belböy yegari Tyson Fury 59 yoshga дейін jekpa-jek o'tkazatini aytdi deb yozadi fix.com portali. Tysonning aytuvicha u kunlarning bir kuni jengiladi. Alayda bokschining bu жағдайы qattiq alandatmaydi. To'xtayalar emasman, men Roberto Duran sekilda 59 yoshimga дейін judruqtasaman. Boksdan boshqa hech narsa bilmayman. Ya bir kuni jengilayotganim aniq, biroq menga ol qattiq ma'nozli emas. Men Rocky Marciano siyaqta og'ir salmoqda jengilmasam, jigarlarimmen deb o'yladim. Deganmen bu qat'iy o'y ekan. Sebebi bari jengilaydi. O'tgani mixtalar to'xtamaydi deydi Fury. Ayta ketaylik, Fury o'zining kelasi кездесуін 3-желтоқсан kuni London qalasida otandasi Derek Chisorga qarshi o'tkazdi. Sizlar men sport channaliqtari bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar.